hamkasbimiz savoliga qo'shilgan holda sizningcha poytaxtda Toshkent shahrida 5 nafar oila uchun qancha oylik maoshi yetadi iste'mol savatchangizda? 5 nafar farzandi bo'lgan va bitta oylik maoshi bilan yashayotgan bo'lsa 2,5 million oylik olsa bemalol uydagi 5 nafar farzandi bilan hisoblaganda buni iqtisodchilar hisoblab chiqqan. Bizda shunday miyalar bor. Вообще ishlamagan miyalar borda. Свежий turibdi shunday. Paydo bo'lganiga 40 yil bo'lgan. 4 karo 4 necha sen 64 mi deydi? O'sha ham 64 demaydi, 64 mi deydi? O'sha ham noma'lum. Battar bo'ldi deydigan odam yo'q. Go'sht narxi bo'yicha savol berdilar. 3-savol. Nima deb o'ylaysizlar o'zi go'sht? Nimaga narxi oshib ketyapti? Nima deb o'ylaysiz? Oziqa zaxirasi. Bu birinchidan, ikkinchidan ko'p go'sht yeyapmiz. Shunaqa ko'p. Asosiy maqsadim o'sha jamiyatda yonlik moddasi bo'lmasin. Kerak bo'lsa. Lekin nima uchun biz diskotekalarni biz yaratib qo'yamiz? Nima uchun biz nazorat qilmaymiz? Mana hozir agar biz huquq analogiyasi tomondan oladigan bo'lsak, fohishaxonalar bormi bizda? Nima uchun yopmaymiz? Agar bizda uni yopish imkoniyati bor. Bir tadbir e'lon qilinadigan bo'lsa, hammasini yopishimiz mumkin. Uni yopmaymiz. Nimaga yopmaymiz? Chunki u bizga foyda keltiradi. Qanaqa foyda keltiradi? U yerdan qaysi bir jinoyatchini aniqlaymiz. U yerdan o'sha fohishaxona orqali mana shu narkotik yog'li vositalari tarqatiladi. Bu yerda oldi berdisi bo'ladi. Toshkentliklar xafa bo'lmasin, Toshkentning kelajagi Sirdaryo deganman. Sababi bilasizlarmi, aytganingizdek o'sha eng qulay yo'lga joylashganmizda. Toshkent baribir shahar kengayadi. Ertaga u yerdan zavod, fabrika, mana bu katta bir ekologik tomondan ham Toshkent shahridan baribir ko'chirishga to'g'ri keladi. Qayerga keladi shunda? Albatta mana shu uzoqroq hududga keladi. O'ylaymanki, shu nazarda tutaman. Ikkinchisi, mayli uni boshqacha talqin qildim. Men hech qachon qo'rqmayman, gapiraveraman. Sababi hamma biladi. Mana men o'shanda aytgan edim. Mana hamma joydan kelgan odamlar, xalq, el deb javob berganimda, demak men aytdim-da, oson emasmi boshqarish? Esingizdami? Hamma yerdan yig'ilgan odamlar terma komanda deb aytgan edi-da. Men o'shanda javob berishga to'g'ri kelgan, har doim men o'zim mamlakatni taraqqiyoti uchun soliqlarning o'rni juda ham muhim. Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromadga soliq to'lamaslik kerak? O'zbekistonning taraqqiyoti uchun kerak soliq to'laydi. Bizda faqatgina hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joyida oilasiga jo'natgan pulini ushlab biz hisob-kitob qilyapmizki, shuncha pul aylanadi. To'g'ri, bu ham yaxshi albatta. Pul sifatida kelyapti. Buni ham tan olishimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq olinayotgani yo'q. Uni mamlakatda taraqqiyot uchun ishlatilmayapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zini soliqini mamlakat taraqqiyotiga to'lasin. Kaltak paypoq. Bu Yevropada kalta paypoq kiyganlar, bularni giylarni ramzi bo'lgan. Shunga qarab belgilab olgan. Keyin bizda ko'plar bilmaydi, bolalarning sochiga mana buni ham qo'yadi. Bu Yevropada bular bir-birini giylar shu orqali haligi farqlab olgan. Ha, simbol, ramzi. Ko'r-ko'rona taqib. Ko'r-ko'rona, o nima qilyapsan? Baraka topqo'y. Selfini ham aytib o'tirmayman. Selfini. Biz hozir bitta joyda bir namuna tarzda maktab tashkil qildik. Shu yerda bitta misolni aytaman, qizlarimizga bir kunda, bir haftada bir kun hayotga o'rgatish kuni bo'ladi-da. Ular ayollar borligidan foydalanib aytdim. Shu yerda 5 soat dars o'tiladi bir kunda. Bir kun 5 soat non pishirish o'rgatiladi. Bir kun osh pishirish o'rgatiladi, bir kun qatlama pishirish o'rgatiladi, bir kun manti pishirish o'rgatiladi. Yana boshqa o'sha farzandachilik, pishiriq tayyorlash. O'sha yerda men 4 ta ayoldan so'radim. Oxirgi marta qachon non yopding desam, 4 ta ayolim 5 yil oldin non yopgan ekan, 10 yil oldin non yopgan ekan. O'sha non yopmaydigan bo'lib ketibdi.
Uje u avlod non pishirishni o'rgatadigan avlod yo'qolib boryapti-da, kamayib boryapti. Dalada hamma g'o'zapoya qolib ketdi-ku bu yil. Hamma non sotib olish ketdi-da, non pishiradigan odam kamayganidan g'o'zapoya ham qolib ketdi dalada. Mana ikkitadan, mana bu bittasi. Gapirdi bo'lding. Nechta gapiraman? Понимаете? Проблема не в том, что машина дорогая. Проблема в том, что люди зарабатывают мало. Геолокацию скинь-ка свою. Да, точную геолокацию скинь. Координаты туда-сюда, северная широта. Вот это все скинь сюда. Я тебе привет передам. Попрощайся с солнцем. Да, матушку поцелуй перед уходом. Sağlam.